Assalomu alaykum barchaga. Bugun bizning birinchi darsimiz va qisqacha reja bilan tanishib olamiz. Bugun nevroz va nevrotik buzilish haqida, simptomlar haqida va nevrozning rivojlanish mexanizmi haqida sizlar bilan batafsil suhbatlashamiz. Demak, nevroz o'zi nima? Biz muloqotda, so'zlashuvimizda juda ko'p ishlatamiz nevroz so'zini va quloqqa eng ko'p chalinadigan so'zlardan bittasi bo'lib qoldi bu nevroz. Nevroz o'zi nima? Sog'lom vaqtimiz, ya'ni hech narsadan shikoyat bo'lmagan vaqtimiz, yaxshi yashagan vaqtimiz, xursand yashagan vaqtimiz, ya'ni atrof muhitimizga rangli, chiroyli, go'zal ko'ringan paytlar. Ya'ni hech narsadan demak shikoyatimiz yo'q vaqtimiz. Inson qaysidir holatda nevroz holatiga o'tadi. Sog'lom holatdan nevroz holatiga o'tadi qaysidir vaqtlarda. Bunga asosiy sabab nima bo'ladi insonlarda? Nevroz holatga o'tish uchun insonda birinchi o'rinda bu stress. Birinchi sababi bu surunkali stress. Ikkinchi sababi bu ichki ziddiyat. Insonning ichki ziddiyati. Demak, ikkita sabab, ikkita omil biz sog'lomlik holatimizdan nevroz holatiga o'tishimizga sabab bo'ladi. Stress va ichki ziddiyatlarimiz shartli ravishda miyada bo'lsak buni, demak, surunkali stress bizga, miyamizga, demak, tashqaridan bosim beradi. Asab tizimimizga tashqaridan bosim berishi bu surunkali stress. Ongimizni o'zida, miyamizning o'zida hosil bo'ladigan zo'riqish esa bu ichki ziddiyatlarimiz hisobiga sodir bo'ladi. Tashqi ta'sirdan olgan stressimiz va ongimizda hosil bo'lgan ichki ziddiyat uzoq muddat davom etishi bu nevroz holatiga olib keladi. Bu nevroz holati kasallik emas. Bu nevroz holat hamma insonda ham uchrashi mumkin bo'lgan holat hisoblanadi. Ya'ni 100% insonlarda nevroz holati kuzatilishi mumkin, umrida bir marta bo'lsa ham. Misol keltiraman. Ya'ni o'qishga tayyorlanayotgan abituriyent. Demak, imtihon yaqin qolgan sari surunkali stress kuchayadi, ya'ni mas'uliyat borgan sari kuchayib boradi. Imtihon yaqin qoldi, men topshiradigan qanaqadir yo'nalishga yoki fakultetga bolalarning sonini ko'payishini ko'rib, ya'ni mas'uliyat hissi uyg'onib insonda, ya'ni ko'proq tayyorlanishim kerak, ko'proq o'qishim kerak, bitta o'ringa aytaylik 40 ta bola to'g'ri keladi yoki 50 ta bola to'g'ri keladi deb mas'uliyat oshishni boshlaydi. Mas'uliyat kim oldida? Albatta bu ota-onasi, yaqinlari, birga o'qiydigan, birga tayyorlanadigan insonlarning ichida. Yoki yana bir misol. Bir inson boshqa davlatga ishlash uchun boradi. Va u yerga moslashgungacha, ya'ni ishini topib olgungacha, bir qanaqadir turar joy topib olguncha va u yoqda ma'lum bir muddat moslashgungacha shu insonda nevroz holati kuzatiladi. Nimaga? U yoqda moslashish uchun bizga eng kerakli bo'lgan instrument bu stress. Demak, surunkali stress va insonning ichidagi ziddiyat, ya'ni ichki ziddiyat deb aytamiz, insonni nevroz holatiga olib keladi. Va biz hammamiz umrimizda bir marta bo'lsa ham nevroz holatiga chalinishimiz mumkin. Nevroz holat ya'ni hammamizda kuzatiladi. Meni o'zimda ham aynan abituriyentlik vaqtimda, ya'ni o'qishga tayyorlanayotgan vaqtimda aynan shu nevroz holati kuzatilgan va bu vaqt o'tishi bilan o'qishga kirganimdan so'ng surunkali stress bartaraf bo'lgandan so'ng yana sog'lomlik o'z holatimga yana qaytganman. Ya'ni nevroz holatdan 100% inson sog'lom holatiga qaytishi mumkin. Nevroz bu demak kasallik emas. Oldin bir paytlar demak ishlatilgan kasallik sifatida umumiy nevroz degan tashxis bo'lgan yoki shifokorlarga murojaat qilgan vaqtida sizda nevroz tashxisi bor deb aytishgan, lekin hozir rasmiy ravishda nevroz degan kasallik yo'q. Nevrozni biz hozir holat deb qabul qilamiz. Buning asosiy sababi demak asab tizimimizga surunkali berilayotgan bosim hisobiga
nevroz asab tizimimizdagi bosim bizda nevroz holatini namoyon qiladi. Nevroz holatda insonda nimalar kuzatiladi? Nevroz holatda insonda kuzatiladigan narsa tez asabiylashish, jizzakilik, tez asabiylashish, jizzakilik, uyquni buzilishi, insondagi kayfiyatni tez o'zgaruvchanlik bo'lishi, ya'ni insonning kayfiyati tez o'zgarishi. Ya'ni birdan yaxshi kayfiyatda turamizda, birdan kayfiyatimiz tushib ketishi mumkin. Yoki bir narsani qilmoqchi bo'lamiz, xohlab turamizda, birdan shuni xohlamay qolishimiz mumkin. Mana shu vaziyatlar bu ko'proq nevrozni belgisi hisoblanadi. Ana endi uzoq muddat nevroz holatida qolsak nima bo'ladi? Uzoq muddat nevroz holatida yurgan insonda nima kuzatilishi mumkin? Uzoq muddat nevroz holatda yurgan insonda nevrotik buzilishlar namoyon bo'lishi mumkin. Nevrotik buzilish. Ana nevrotik buzilish endi bu haqiqiy tashxis. Ya'ni ana endi bu kasallik desak bo'ladi buni. Demak, nevroz holatida uzoq yurgan odam nevrotik buzilish holatiga o'tishi mumkin. Yo sog'lom holatiga qaytadi, yoki nevrotik buzilish holatiga o'tadi. Nevrotik buzilish ana endi bu tashxis. Biz qo'yadigan tashxis, ya'ni nevrotik buzilishlarga bir necha turlari mavjud. U haqida alohida darsda tushuntirib beraman. Qaysidir u yoki bu turini, xavotirli turimi, obsessivniy kompulsivniy turimi, panический buzilishlarmi turlarini qo'yiladi diagnoz sifatida. Ana endi bu MKBda xalqaro kasallar klassifikatsiyasida aynan bor tashxis. 10-chi, 11-chi va DSMda ham bor. Ana endi nevrotik buzilish bilan nevrozni orasida ya'ni qanaqa omillar borki bizni nevrozimiz nevrotik buzilishga o'tishi tezlashishi mumkin. Bu birinchi omil, demak, insonning o'zini individual, ya'ni stressga bardoshlilik holat. Ya'ni kimdir stressga chidamli bo'ladi, kimdir esa sal chidamsizroq bo'ladi. Ya'ni biz aytamiz-ku ruhiy immunitet deb. Ya'ni stressga bo'lgan chidamlilik yaxshi insonlarda nevrotik buzilishga o'tishi, demak, vaqti uzoqroq bo'ladi va o'tish imkoniyati kamroq bo'ladi. Stressga bardoshliligi past insonlarda, moslashish qobiliyati past bo'lgan insonlarda nevrotik buzilishga o'tib ketishi mumkin tezroq. Ya'ni nevrozdan nevrotik buzilishga o'tishi bir xil insonlarda qanchadir oy talab qilsa, bir xil insonlarimizda esa qanchadir yil talab qiladi. Aynan bir standarti yo'qki, aynan bir o'lchovi yo'qki, shuncha vaqtdan o'tib ketishi mumkin deb. Bu hammani yakka tartibda individualniy demak xususiyati va sifatiga bog'liq bo'ladi. Nevrotik buzilishlarda esa quyidagi shikoyatlarimiz demak yorqinroq namoyon bo'ladi. Nima bo'ladi? Ko'proq kuzatiladi bunda. Demak, nevrozda shikoyatlarimiz demak yuzakroq shikoyat bo'lsa, nevrotik buzilishda demak chuqurroq, yorqinroq namoyon bo'ladigan shikoyatlarimiz bo'ladi. Nevroz holatida demak hayot sifatiga demak uncha ta'sir qilmaydi. Bu nima degani? Talaba bo'lsa, bemalol o'qishni davom ettirish mumkin. Bir oz qiynalishi mumkin, to'g'ri, lekin o'qishni davom ettiradi bemalol. Qaysidir kasbda ishlaydigan odam bemalol kasbini davom ettiradi. Nevrotik buzilishda esa insonning hayot sifati keskin tushib ketadi. Va nevroz holatida agar surunkali stress bilan va ichki ziddiyatini vaqtida demak korreksiya qilinsa, insonni sog'lom bo'lish imkoni yaxshiroq nevrotik buzilish qaraganda. Nevrotik buzilishda esa demak bu jarayon uzoqroq davom etadi. Yana bir omillardan bittasi nevroz holatida demak vaqtida psixologik yordam olgan insonlarda nevrotik buzilishga o'tishi demak borgan sari koeffitsiyenti kamayishi mumkin. Nevrotik buzilishdan sog'lom holatga o'tishchi. Albatta sog'lom holatga o'tish mumkin, lekin 100% emas, 90% atroflarida agar yaxshi mutaxassis bilan ishlaydigan bo'lsa, yaxshi yordam oladigan bo'lsa, farmakoterapiyasi vaqtida bo'lsa, psixoterapiyasi vaqtida bo'lsa,
90% gacha inson oldingi holatiga qaytish mumkin. Nimaga 100% emas? Chunki nevrotik buzilishlarda insonning shaxsiyati ham, dunyoqarashi ham nevrotik shaxsiyatga bir qismi ega bo'lib qoladi, ya'ni. Bunda aytadi, doktor, vahimam ketdi. Masalan, ishga chiqa olmasdim, chiqyapman. Fobiyalarim ancha yaxshi. Lekin bir deydi, men shu yerdaman deb meni eslatib turadi deydi. Ya'ni bir his qilib turaman deydi. Hayajonim kuchayganda, qo'rquvim kuchayganda yoki nimadir stress o'tkazganimdan so'ng yana birozgina nimadir his qilib turaman deydi. Ya'ni 90% gacha holatni korreksiya qilish mumkin, ozgina qolish mumkin. Buning sababi insonni uzoq muddat nevrotik buzilishda yurgani uchun shaxsiyati ham shunga moyil bo'lib qoladi. Ya'ni atrofga, dunyoga ozgina nevrotik qarashga odatlanib qoladi. Shuning uchun korreksiya qilish mumkin. Agar to'g'ri vaqtida mutaxassisga murojaat qilsa, to'g'ri davolansa, ya'ni sog'lom holatiga o'tish mumkin, ya'ni hayot sifatini yana tiklash mumkin bo'ladi. Asosiy bugun tushunishimiz kerak bo'lgan bizni tushunchamiz shundan iborat bo'lish kerakki, nevroz holatidan qo'rqadi hamma. To'g'ri, insonga ta'sir qiladi, ma'lum bir shikoyatlari bo'ladi bularni. Aytayapman, jizzaki bo'lib qolish, tez-tez asabiylashib qolish, nimadir tez-tez yoqmay qolishi, uyquni buzilishi, bir xilla ko'proq uxlaydigan bo'lib qolsa, kimlardir uxlashi qiyin bo'lib qoladi. Yoki biroz xotirasi pasayishi mumkin, shunaqa shikoyat qilib bildirishadi. Nevrotik buzilishga agar o'tmagan bo'lsa, shu nevrozni o'zida yo'q. Sog'lom turmush tarziga amal qiladigan bo'lsa, ya'ni kun tartibini rejalashtirish, biroz muhitni o'zgartirish, odatiy muhitni biroz o'zgartirish, ish jarayoni bilan dam olish jarayonini tartibga solish, uyquni tartibga solish, 7-8 soatdan kam bo'lmagan tungi uyqu va vitaminga boy bo'lgan mahsulotlar, mikroelementlarga boy bo'lgan mahsulotlar iste'mol qilsa va fizik aktivlikni oshirsa, ya'ni sport bilan shug'ullanadigan bo'lsa, nevroz holatida klinika, ya'ni shikoyatlar ancha kamayib, sog'lom holatga o'tishi mumkin. Nevrotik buzilishga o'tayotgan vaqtdan keyin o'sha buni tashxisini qo'yiladi. Bu bilan albatta psixoterapevt mutaxassisi demak muntazam ravishda ishlab va unga xalaqit berayotgan, sifatli hayotiga ta'sir qilayotgan muammolar bilan ishlab sog'lom hayotga qaytarish mumkin. Demak, asosiy tushunishimiz kerak bo'lgan narsa, demak, surunkali stress va ichki ziddiyatimiz asosiy sabab bo'ladi. Ana endi biz shikoyatlar haqida gaplashamiz. Ya'ni simptomlar haqida suhbatlashamiz. Yuqorida aytib o'tganimdek, demak, biz buni miya deb qabul qilsak, men aytdim, surunkali stress bu tashqaridan ta'sir qiladigan, demak, ta'sirot yoki odamning ichki ziddiyati. Bu insonning ongida o'zida paydo bo'ladigan, demak, ziddiyatlar, qarama-qarshiliklar. Buni hali batafsil tushuntirib beraman. Hozir tushunishimiz kerak bo'lgani shu, surunkali stress va ichki ziddiyatlarimiz miyada juda kuchli bosim hosil qiladi va bu bosim bizga simptom beradi. Ya'ni shikoyatlarimiz asab tizimida surunkali bosim hisobiga simptomlar, shikoyatlar hosil bo'ladi. Shikoyatlarimiz asosan 3 xil ko'rinishda bo'ladi. Birinchi guruh shikoyatlarimiz bu bizni tanamizga bog'liq bo'lgan shikoyat. Tanamizga bog'liq bo'lgan shikoyat, juda ko'p bildiriladigan shikoyatlar aynan shu tanaga bog'liq shikoyatlar sirasiga kiradi. Bu bo'lishi mumkin yurak qon tomir tizimimizdagi bo'layotgan shikoyatlarimiz. Doktor, doim yuragim o'ynaydi. Doim yuragim tez uradi. Yuragim shu yerimda uradi. Yoki yuragim urganini sezaman. Yotgan vaqtimda yuragim oshqozonimning oldida uradi yoki qornimda uradi. Yoki mana yuragim miyamda uradi. Men sezib turaman deydi. Shunaqa shikoyatlar bildirishadi yoki qon bosimini ko'tarilishi yoki tushib ketishi.
Bu simptomlar, bu shikoyatlar demak tanish hammaga yoki yurak sohasini o'zidan shikoyat. Ya'ni kardionevroz degan tashxisimiz bor. Bu haqida yana gaplashamiz. Alohida yurak sohasidagi kasalliklardan qo'rqish, infarkt bo'lib qolishdan qo'rqish, yuragi to'xtab qolishdan qo'rqish. Bular hammasi tanamizga bog'liq bo'lgan shikoyat. Ya'ni sanchyapti, yuragim og'riyapti degan shikoyatlarimiz bor. Ikkinchisi nafas tizimiga bog'liq bo'lgan shikoyat. Nafas olishim qiyin bo'lyapti, doktor deb shikoyat qilishadi. Yoki nafas chiqarishim qiyin bo'lyapti. Nafas ola olmay qoldim. Ya'ni o'pkam ichiga havo kirmay qoldi deb shunaqa tarzda shikoyat berishadi. Ya'ni nafas tizimiga bog'liq shikoyat. Ya'ni nafas olishni qiyinlashishi, nafasim ushlab qoldi yoki nafasim siqib qoldi deb aytishadi. Keyingisi oshqozon hazm qilish tizimiga bog'liq, ya'ni oshqozon-ichak sistemasiga bog'liq shikoyatlar. Demak, oshqozonidagi og'riqlar, ichaklarning harakatini sezishi, hazm bo'lishni buzilishi, kimdadir hazm bo'lishni kuchayib ketib qolishi. Juda ko'p ovqatlanyapman, to'ymayapman deb aytishadi yoki xavotir olishadi shundan, yoki kimlardadir ovqat hazm qilishni to'xtab qolishi. Ya'ni yegan ovqatim hazm bo'lmayapti doktor deb aytishadi. Ya'ni ovqat hazm qilish sistemasiga bog'liq shikoyat yoki tanamizdagi retseptorlarimizga bog'liq shikoyatlar. Ya'ni kimdadir qizib ketish, kimdadir sovib ketish, kimdadir jimirlashlar, kimdadir paresteziya deb aytamiz. Nevrotiskiy demak, psixologik paresteziya deb aytamiz. Ya'ni sezishni o'zgarib qolishi, qo'lim sezmay qoldi, oyog'im sezmay qoldi deyshadi. Ko'pincha bu psixoemotsional holatga bog'liq holatdagi shikoyat bo'ladi. Va tomog'imga nimadir tiqilib qoldi deb aytishadi. Vegetativ nerv tizimiga bog'liq shikoyat bu ham. Nimadir asabiylashgan vaqtimda tomog'imda nimadir turadi. Ovqat yeyman, muammo yo'q, o'tadi. Nafas olaman, muammo yo'q, o'tadi nafasim. Lekin mana shu bir narsa bor. Mana shu bir kichkina bir narsa borki, doim turadi shu yerda. E'tibor bering. Asabiylashgan vaqtida yaxshigina seziladi bu narsa. Asabiylashmagan vaqtda, nimagadir chalg'ib ketgan vaqtda esdan chiqib qoladi ko'pchilik. Lekin shu shikoyat juda ko'p beriladigan shikoyat shu, tomog'imga bir narsa tiqiladi. Yomay qolasin bir narsasi yo'q, yeyman o'tadi-yu, lekin nimadir turadi mana shu yerda. Bemor o'zi ishonadi. Nimadir turadi deydi. Bu ham vegetativ nerv tizimimizga bog'liq bo'lgan shikoyat. Bu haqida ham tushuntirib o'taman. Ya'ni tomoqqa nimadir tiqilishi. Tomoqqa nimadir tiqilishi. Quyidagi simptomlarimiz bu bizni tanamizga bog'liq bo'lgan simptomlarimiz. Bu guruhdagilar. Ikkinchi guruh shikoyatlarimiz bor. Bu emotsiyaga bog'liq shikoyatlar. Bu hammaga tanish bo'lgan, demak, qo'rquv, vahima, jahldorlik, xavotir, kayfiyatning yo'qligi, depressiv holat. Ya'ni bu emotsiyamizga bog'liq bo'lgan shikoyatlar. Demak, nevrotik insonlarimizda tanasidan beradigan shikoyatdan keyin ikkinchi o'rinda turadigani bu emotsional shikoyat. Doktor, qo'rqaman, menda vahima bor deydi. Bir xil vaqtda nimadan qo'rqishni, nimadan vahim bo'lishini inson o'zi ham anglay olmaydi. Demak, emotsiyaga bog'liq qo'rquv, ayniqsa fobiyalarimiz hozirgi paytda juda ham ko'p uchrayapti. Emotsiya. Uchinchi guruh shikoyatlarimiz esa bu kognitiv xulq-atvorga tegishli bo'lgan shikoyatlar. Kognitiv xulq-atvorga tegishli bo'lgan shikoyatlarimizga nimalar kiradi? Nima uchun beryapman? Uchinchi guruh sifatida oxirgi vaqtlar praktikamda juda ko'p uchrayapti. Aynan shu shikoyatlar. Bunga nima kiradi? Sog'ligi haqida ikkilanish. Ya'ni bu yoqda asosiy instrument bu fikr. Sog'ligi haqida ikkilanish, qilgan ishi haqida ikkilanish. Ya'ni bu ishni qildimmi, qilmadimmi, bajardimmi, bajarmadimmi? Obsessivniy, kompulsivniy buzilishlarda uchraydi. Bu haqida yana tushuntirib o'taman alohida. Hozir shikoyatlar haqida gapirganim uchun aynan aytayapman. Ya'ni o'sha o'ziga nimadir ziyon yetkazib qo'yish. Bu yoqda asosiy turadigan narsa bu fikr. Demak, negativniy fikr. O'ziga nimadir qilib qo'yish.
doimiy ravishda tig'li buyumlarni, demak, yashirib yurishga, tig'li buyumlardan qochib yurishga harakat qiladi insonlar. Pichoq, bolta, qaychi va hokazo. Va bir xil insonlarda arqonlardan qo'rqish, ya'ni qayerdadir ip yoki arqon ko'rsa, o'zimga ziyon yetkazib qo'yaman degan fikrdan qo'rqadi. Yoki birovlarga ziyon yetkazib qo'yishdan qo'rqaman deydi. Kimgadir nimadir qilib qo'yishdan qo'rqaman deydi. Yana ko'p uchrayotgan narsa bu ayollarning orasida, demak, chaqalog'ini, farzandini nimadir qilib qo'yishdan qo'rqadi. Bu holat albatta funksional holat. Shu vaqtgacha kimgadir ziyon yetkazib qo'yaman, o'zimga ziyon yetkazib qo'yaman degan odam shu ishni qilmagan shu vaqtgacha. 10 yillik praktikamda uchramadi bu narsa. Lekin bu fikrdan doimiy ravishda qo'rqib yurishadi. Demak, eshikni qulfladimmi, qulflamadimmi, dazmolni o'chirdimmi, o'chirmadimmi? Yoki qayta qanaqadir yuqumli kasalliklarni yuqtirib olishdan qo'rqish fikri. Bu kognitiv xususiyatga ega bo'lgan shikoyat. Endi xulq-atvorga ega bo'lgan shikoyatchi, xulq-atvor, ya'ni поведениямizga tegishli bo'lgan shikoyat. Qo'llarimizni qayta yuvish. Ya'ni har xil infeksiyalardan, demak, qo'rqish, qaysidir kasallikni yuqtirib olishdan qo'rqish avval fikr ko'rinishda, keyin u bizning harakatimizga o'tadi. O'sha kompulsiya deb aytamiz buni. Qayta sovunlab qo'lini yuvish. Kunlab vaqtini ketkazadi insonlar qo'lini yuvish uchun. Ko'chaga chiqib keladi, yuvadi. Kim bilandir salomlashadi, yuvadi. Ovqatlanishdan oldin yuvadi. Doimiy ravishda bu kompulsiyani takrorlab turadi. Bu xatti harakatga bog'liq. Yoki panik buzilishlarda, ayniqsa panik atakada ma'lum bir joydan qochib chiqib ketish. Bu shikoyatimiz ham xulq-atvorga tegishli. Ya'ni, demak, o'zini diskomfort his qiladi va shu yerda menga nimadir bo'lib qoladi deb o'ylaydi, qochib chiqib ketadi. Bu borgan sari odatga aylanib qoladi. Yoki qayergadir bora olmaslik. Masalan, sotsial fobiyalarda juda ham ko'p uchraydi bu. Jamoat joyiga kira olmaslik, ko'pchilikning ichiga kira olmaslik, bozorlarga kira olmaslik, umumiy ovqatlanish muassasalariga kira olmaslik. Bu harakatga bog'liq bo'lgan shikoyatlarimiz. Ya'ni qochib chiqib ketish yoki qayergadir bora olmaslik. Oxirgi vaqtda bu shikoyatlarimiz ham juda ham ko'p uchrayapti. Ayniqsa kognitiv xulq-atvorga tegishli bo'lgan shikoyatlarimiz. Demak, shikoyatlarimiz asosiy sababi bu bizni asab tizimimizdagi surunkali bosim yo surunkali stress hisobiga bo'ladi bu bosim yoki ichki qandaydir ziddiyatlarimiz hisobiga bo'ladi. Bu bosimga nisbatan miyamiz reaksiya qilib, ya'ni javob qaytaradi, ya'ni simptom ko'rinishida. Bu simptomlarimiz tana, emotsiya yoki kognitiv xulq-atvorga tegishli, demak, shikoyatlarimiz hisoblanadi. Bizni tomosha qilib turgan kuzatuvchilarimizda ham albatta shu uchovi guruh shikoyatlarimizdan qaysi biridir albatta mavjud. Yoki uchovisi ham bo'lishi mumkin. Ya'ni aralash holatda ham kelishi mumkin. Ham tanaga bog'liq, ham emotsiyaga, ham kognitiv xulq-atvorga tegishli. Demak, birgalikda ham kelishi mumkin. Tanadagi shikoyatlarimizga asosiy hal qiluvchi omil nima? Ya'ni asosiy sababi nima? Bu vegetativ nerv tizim. Tanadagi shikoyatlarimiz hosil bo'lishiga asosiy mexanizm bu vegetativ nerv tizimimiz, vegetativ nerv sistema. Emotsional shikoyatlarimizga asosiy sabablardan bittasi bu bizda miyamizda joylashgan yadro, ya'ni amigdala va gormonlar. Ya'ni qo'rquv gormonlarimiz, stress gormonlar va miyamizda ichida joylashgan chuqur yadrolardan bittasi bu amigdala. Bu bizga emotsional, ya'ni atrof muhitdagi voqelikka nisbatan, demak, emotsional bizga ko'rsatib beradigan xavfli, xavfsiz, demak, qo'rqishlarimiz, bir narsaga vahima bo'lish uchun asosiy, demak, bizga podskaska qilib turadigan bu yadroyimiz, bu amigdala va plus gormonlarimiz emotsional holatimizdagi shikoyatlarimizga, demak, sabab bo'luvchi omil. Xulq-atvor va xatti harakatimizga sabab bo'luvchi omil bu insonning shaxsiyati. Bu insonning xarakteri, shaxsiyatidagi psixik muammosi. Ya'ni bunda asosiy hal qiluvchi omil insonning shaxsiyati va xarakteri.
Shaxsiyat va xarakter asosiy xulq-atvor kognitiv shikoyatlarimizni keltirib chiqaruvchi omil hisoblanadi. Demak, bu simptomlarimiz yakka guruh ko'rinishida yoki hammasi bitta insonda ko'rinishi mumkin.